Allohning go'zal ismlari va ismi azam kitobidan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: menga shu topda bir sura tushirildi. O'shanda Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Kavsar surasi tushirilgan edi. Ey Muhammad, albatta biz senga Kavsarni ato etdik. Bas, Robbingiz uchun namoz o'qing va tuya so'yib qurbonlik qiling. Albatta g'animingizni o'zi barcha yaxshiliklardan mahrumdir. Kavsar surasi. Kavsar nima bilasizmi? U Alloh menga va'da qilgan daryodir. Unda ko'p yaxshiliklar mavjud. U mening havzim bo'lib, ummatlarim qiyomat kunida unga keladilar. Kavsarning idishlari osmondagi yulduzlardan ham ko'p. Ummatlarimdan biri uning labiga yaqinlashganda men, ey Robbim, bu ham mening ummatim deyman. Alloh esa Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz bilmaysiz, sizdan keyin ham bular qanday buzg'unchilik qildilar, dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam.